Musofirdagi yurtdoshlarim, kutganmadingizlar, bilganmadingizlar. 1, 2, 3. Samarqand Registon maydoni. Bugun shu haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Bilganlaringizni kommentda yozib ketasiz degan umiddaman do'stlar. Naqadar go'zal tariximiz bor ha. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar, sizlar bilan har doimdek Baxtiyor Darganov. Mana bugun biza Samarqand viloyatini tashrif buyurdik. Sizlardan bir narsani iltimos qilib qolaman. Hozirning o'zida qo'llaringizni duoga ochib, bir insonning men uchun duo qilib qo'yishlaringizni so'rab qolgan bo'lardim. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov qabristoniga tashrif buyurdik do'stlar. Sizlar bilan birgalikda. Mana shu qabri. Yanında Hazrati Hızır buvani masjidi ham bor ekan. Uni ham ko'rsataman do'stlar. Mana yurtdoshlar. Bir duo qilib qo'yasiz degan umiddaman. Endi sizlarga yon atroflarini chiroyli qilib ko'rsataman. Ishlarini qaranglar, degan naqshimkor chiroyli qilib ko'rsataman. Güzelligini qaranglar do'stlar. Yon atroflarini hamma yoqlarini. Ko'pchilik vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz gelib, aynan shularda o'tirib, birinchi prezidentimiz marhum Islom Abdug'aniyevich Karimovni shu yerda o'tirib duo qiladilar va haqqini Qur'on tilovatlarini o'qib oladilar. Endi sizlarga hozir bir emas ikki joyni ko'rsataman. Birinchi, sizlarga bu manzarani ko'rsatmasam bo'lmaydi. Samarqand bizani Xorazmdan ko'p eldinlab ketganligi, ko'p go'zallashib ketganligi, ko'p o'zgarishlar bo'lib turganligini yaqqol ko'rsangizlar bo'ladi. Mana turistlar juda ham ko'p do'stlar. Bizani shu o'zbeklarimizdan nisbatan turistlarimiz juda ham ko'p. Mana gullarga qaranglar. Manzarasini o'ylab turibdi yurtdoshlar. Yoqdimi sizlarga? Endi esa katta formatlarda ko'rsataman. Gullarga qaranglar yurtdoshlar. Polis. Va yana yo'l. Qani bizani shavatimiz ham shunday chiroyli. Gullar bilan bezatilib shunday chiroyli bo'lib tursa. Bu yerda do'stlar shifobaxsh tabiiy buloq suvi bor ekan. Bemalol kelib niyat etib istasa bo'ladi. Bu o'zingizga mazali чисто гидролайф deysizlar, ne istediysizlar mashina suvlardan. Endi sizlar bilan yuqorida aytib o'tganimiz Hazrati Hızır masjidine giremiz.
Turistlerimiz hem aylanıp dini başka bozanam şöyle gelip ziyaret kılıp yürüttüler. Bemalol o'zlaringiz o'qib olishlaringiz mumkin yurtdoshlar. Güzellikine karanlığa dostlar hem birleşinde çırağıyla da düzeltildi. Üstüne karanlık. Bunlarımız oturttu şimdi. Evde ayollarımız için ya dilli. Bıyıklarını şöyle şöyle koyalım. Bizni güzəştə davam etinlə Xudo xolasa Samarqandni bor chiroyliligini, bor go'zalligini sizlar bilan bugungi videorolikimizda ko'rib o'tamiz. Bugungi videorolikimiz bir ko'ngilachar, yaxshi videoroliklardan birisi bo'ladi do'stlar. Shuning uchun oxirigacha ko'rib, ko'chani odi uchun obuna bo'lib, bir like bosib qo'yinglar do'stlar. Yoqdimi sizlarga? Noda turibdi. Adashmasam bu Bibixonim madrasasi bo'lsa kerak. Kim yaxshi biladi olmasa kommentda yozib qoldirsin. İçinde bir katta bog'i bor. Bog'i juda ham chiroyli va shinam. Bulbullar sayrab turadi. Har xil qushlarni tovushi zo'rg'a eshitilib turadi. Bu yerda turistlarimiz hamma yurtdoshlarimiz sho'rda. Eldinda chekkan bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu narsalar 5 so'm edi, 10 so'mga chiqib ketibdi. Reiston maydondan olib borib qo'yadi. Bir vaqtimda sinfdoshlarim bilan bir joyga borishni orzu etganman. Men shura bugun 4-mi, 5-ga kelishim. Hali ham sinfdoshlarimni oddiy bir qog'oz, qo'g'irchoq atib o'ynab turganligidan xafaman do'stlar. Tushundi. Bu videoroliklarni sinfdoshlarga tashlab qo'yishdan chiqmasin. Sinfdoshlar gelmesengizler ham sizlar uchun syomka qilib ko'rsatib beraveraman. Hammamiz birgalikda sho'ra gelib, aylanib, o'zlarimizga kerakli bo'lgan informatsiya va ma'lumotlarni yig'ishga qiziqadigan. Bugün ben geldim, lekin sizlar yo'qsizlar yanımda yelkadash bo'lib turadi. Shuning uchun sizlar uchun va jondan ortiq ko'rgan obunachilarim uchun bir yaxshi yerdan ko'rsatib boraveraman. Bugungi videorolikimiz do'stlar faqat sizlar uchun. Turistlarimiz juda ham ko'p. Oddiy chet eldan kelish uchun vaqt topdilar, chet eldan kelish uchun. Oddiy bir Xorazmdan bo'lib turib, sho'llara kelolmay pulni izinden quvalaversinlar. Gelinglar, oilalaringizni olib, ayollaringizni olib, bundan tashqari farzandlaringizni olib. Şerdor madrasasına geldik.
bemalol o'qib boshlashingiz mumkin. Bir chetda endi yo'latib boraveraman. Qayerlarni ko'rdingizlarmi? Avvalgidek darsdan beraylik. Bu yerda girgan yerda qo'l mehnati bilan qilingan ishlar do'stlar. Bular bebaho sanaladi, chunki har bir naqshi qo'lda atiladi. Akamiz shu yerda ishlab o'tiribdi, akamiz ishini qisqacha ko'rsatib o'tamiz, xalaqit bermay holatda. Kimga qattiq yaqqan bo'lsa, Sherdor madrasasidan sotib olishingiz mumkin. Bundan bir nishkalak ko'rsam ekan, jin chiqadi deb o'ylaysizlarmi? To'g'rimi aka? Hammasi qo'l bilan. Wow, yine bir güzellik yakarım. Turistler hayrette. Lav hava tuttular. Onda bir kızın ülkesini götürüp gitti bu bala. Ha. Söz ispatı bilen ha. Ne kadar şimdi nesile görünmedi gözüm. Ne çok şimdi ya? Annem valla ne oluyor? Koment yaz gittiğini. Yani her bir Müslümanlı yanında buluşu gerek olan öz şahsi xəncəri oluş gerek. Benimce, yana bilmem. Eng qimmat qancha ekan bu bıçaqların? 2,5 milyon ha? 3,5 milyon. Eng arzonichi? 250 mingdan 3,5 milliongacha bıçaqlar bor ekan do'stlar. Endi xudo xolasa shunda sekin cherib ko'rsatib ketaveramiz. Qanday go'zalligini qarang. Hamma yerda qo'l mehnatlari bor. Qo'lda tikilgan. Merhaba deydi yani. Bir yerde ya mesela şimdi çapan kol mehnetinde tikilgen vecde. Turistler için şimdi magazin dükkanlarından bu mahsus tedbirkarlarımız ki magnetlere var yemekten. Değil mi? Allah istelik alsan mümkün. Vay, gel lan mor buldum. Yer çıkadan yer peseki. Dostlar bilesizlarmi? Kim e'tibor bergan? O'sha yere girib o'tirsanizlar, buz dim bo'lib turadi. Shu davrning o'zini konditsioneri bo'lganda, shu. Bu yerda o'tirsanizlar, buzli shamol aylanib turadi. Shamoldan gelib ko'ring. Aka video bilan mumkin emas. Ha? Video bilan mumkin emas ish kerak, hammasi qo'lda yasalgan ustalarning ishi.
Şunu qo'l mehnatlarini ko'rsatmoqchi edikda. Mana dokumentimiz. Video konuş. Murojaat 24-dagi turizmni rivojlantirish maqsadida. Ko'rsatib kelyapmiz bir yoqdan hammasini. Qarangda onlayn programma telefon. Xush kelibsiz deb yozib turibdi do'stlar. Mana shu hammasi qo'l mehnati. Xudo xolasa. Kimni nechik suvenir qiziqtirsa do'stlar, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Hammasi qo'lda qilingan. Bularning narxlari qimmat bo'lsa kerak ekan. Yo'q, narxlari ishiga qarab, razmeriga qarab. Ha, ishiga qarab. Shunda. Masalan, quchoqlar qanchadan qanchagacha narxlar? Ular akajon 50 mingdan boshlanadi, yarım 1,5 milliongacha. Bu yerda hozir. Kattallaganlarchi? Laganlar akajon 35 mingdan boshlanadi, u yog'i 850 minggacha. Mana shu 35 mingmi? Yo'q, kichik ana shu birinchidagi turgan ana shu 35 ming shunda. Shunda, anasimi eng qimmati? Yo'q, eng qimmati mana bu ikkalasi aka. O'rtadagi ikkalasi. O'rtadagi ikkalasi ko'p bilan. Bular qanchadan? Ana shular 850 mingdan. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu gul solib qo'yadiganlarmi? Shunda. Ba'zilar. Bular necha so'mdan? Bular 250 mingdan boshlanadi, u yog'i 1 million 200 gacha. Men o'ylardimda 1 million 1,5 milliondan boshlansa kerak. Qo'l mehnati juda qimmat bo'ladi deb o'ylardim-da. Bemalol unda kelib xarid qilsalar bo'ladi, to'g'rimi? Telefon raqamlaringiz nechi? 97lik 309 40 67. Zakaz bersalar jo'natib olasizlar. Aka xohlagan davlatlarga zakazda chiqarib beramiz. Mana. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz agar o'z ish boshqaruvchilarini yo bo'lmasa do'stlarini shu milliy qo'l mehnati bilan uzatilgan aksessuarlarni agar podarka qilajak bo'lsangizlar, shu nomerlarga telefon qilib bog'lanasizlar va bemalol istalgan davlatingizdan qabul qilib olishingiz mumkin, chiqarib beradilar va sizlar klik orqali to'lov qilishlari mumkin, to'g'rimi aka? To'g'ri. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Hech kimni salqinda aylanib yuribmisdan sonra bu yoq ayollarni kelgan. Ayollarga girib bilmaylar. Kiyinib turgandi, boshqasi qilib turgandi. Bir narsa ko'rsataymi sizlarga? Nima deydi bu do'stlar? Kim qila oladi shunday ishlarni? O'zbeklardan boshqa. Shunday yerlarga yanda dim g'ururlanib ketamanlar. Dim zo'r manzarasi. Shu hammasida pashti bir xil mahsulotlar do'stlar. Shuning uchun hammasini kiritib nima qilib bilmadim. Hali yana ikki madrasamiz bor. Ularga ham kirib chiqishimiz kerak. Bismillah deb o'ng'indan boshladik. O'ng'inga kirib ko'rsatib boraveramiz do'stlar sizlar. Onu bo'layam unutdik-ku. Sizlar ham yurib turibsiz hojat turgan?
Yaman mı? Belki de turistler. Her bir nakışlarını şundoqsa çel getken de bolysa. Mağaramın neden köp nakış. Ha, bala yüksesini götürüp bitme. Şermende etti bala. Nereye geri yatıracağımızdan gösterip ödeyinsiler ha? Ben evet dostlar. Tilla Qarı Madrasasına hoş geldin. Meğer bize Özbek kızla çıkalım diyor hemen de. Bulanlar paktalıştan çembeğini bulan yaptık. Yaxşı. Hem ya turistler. Tilla Qarı da baytaşına sebep dostlar. Hemmelerine şimdi altın suyun yürütülgenliğin bezekle belirgeni altın su etti. Konuluz ki hemme medresenin içinde şimdi taze havada oturuş için meydançalar kılınıyor. Güzelliğine karanlık. YouTube'umuzun arasında turistler tandırdın. Nelerine gelip kameralarına gelip düşürüp yaptılar. Evet yapma. Kayıt rekonstrüksiya kalınır. Kazanmalar. Salkılık arkadaşlar. Şunu zor, acayip. Cihanınıza da diyeceğim dersen. Bu hızlı. Yine ayarlarımız için takacaklar. Güzelliğine kadar. Yalına bir para koysan. Beter güzelleşip geçse. Ballarını ki beter verseniz de. Çünkü asa çıkalım yine. Kanısını ele gitti kanısını. Çay işten iyi bakmıyor bu. Oldu. Oğul bala turist çay işten iyi baktı. Ben de Tilla Qarı Medresesi.
Zor mu? Maketi? Evet.这个是玉书，就是它的作用是什么呀？咱们要放水里面，有一个果汁功能，它会Qanaqa? Bizim o'zbek qizlar bularga tushuntirib turibdi. Bularning har birisining quloqida uni apparati bor. Ko'rdingizlar? Hammasini tushuntirib turibdi. 应该说的是妙书，对吗？ Ne de onu beşereler ku bular. Hayatdan hapa ku. Ya aylanaver bezar koy gitken bula. Ya minnin boylığı yo'qligini afsuslanib yurgan bo'lishi mumkin. Gördüysizler mi? Bize ne kadar baxtlimiz. Agar bizning buyukligimizga shak shubha bilan qaraydigan bo'lsang, biza qurdirgan madrasalarga qara deb aytib o'tgan ekan, ota bobolarimiz o'zi. Altın yanıp duruşunu gördüysizler mi dostlar? Beyaqut o'limni dostlar, sababi ne? Mümkün emas. Balıkım. O'tsak bo'ladi ekan dostlar. Yo'llar qildi. Ular o'tibladim. Biz bulardan keyin kiraversak. Ha, mehmonlarga hurmat qilib bizada o'zbeklarda dostlar. Egasi yo'q, egasi kesaydi. Ro'yga to'lalasizmi? Men sizlarga ko'rsatcha qistonib yotibman. Bular mehmonlarga ko'rsatcha qistonib yotibdi. Salom alaykum. Turg'un akaga Samarqanddan yozib yuradi, yog'och bilan. Qaysisidan kelasiz? Qozog'iston deydi shekilli. Milliy kiyim kechaklarimiz beklar. Şahit tikiş. Asfalt uskinasi. Bıçaklar karanlık dostlar. Bundan çırağı acayip bıçaklar var yani. Şimdi aranızda 85% erkekler bo'lgani uchun ko'rsatib turibman. Bıçaklarni yana boshqa ma'noga bermayman. Bu turistler. Fakat turistler. Hamma go'shtlarni shu yerda yechib qoldiradi ekan. Ana go'shtlarim. İkime diyara kelganini gördüm, resmeden düştüm. Qona. Oşana gitip kaldı. Eğer bile boğaz eken. Yo'q-ey. Hava. Boğazım var eken. Balası. Yo'q-ey. Ha? Eğer boğaz. Ha bir bana baradı. Intervyu alıp Zor, gap yo'q. Samarqandda aylanib yurdik dostlar. Diğer Keldiyevaning yurib qoldik. Xudo xolasa zemlakimiz. Qisqacha shu yerda bir ikki og'iz intervyu etamiz, xudo xolasa.
Yine zemleklerimizi de oturtursun. Ha? Kino. Dostlar kini alıp turup çürük görət koyarız bize farkı yok. Bir de xalaqt verməklə bizən işlərimizə heç kim xalaqt verməydi bu. Bir o xalaqt versə bizə adam yapmaydı. Şunun üçün doğrudan doğru çıxarıb görət koyarız. O da işlə. Diğer kildi hayvanı operatorlarını. Kino alır. Operator montajörlerini gördünüz mü? Onun yine kamerası kadar tuttu. Şenmesi kino aktrisalar. Neler? Onu da oturup duranlar. Hazır alamış orada. Böyle yanında var bakalım şey demez. Danınız mı? Ana operatora soktuğunda temiz. Ne deyirlər? Bəxtə alınıb durğan vəziyyət yoxdur lekin mənimcə. Şərtdə zemləklər çişib oldunuzlar mı? Abi iki ağız gətirib getinlər, abunə açılar üçün. Mümkün emas idi qalx. Yaxşı. Zarımız, bazarımız yox dostlar. Hələ şundan gillə gələdi. Siz kanalınızda bir çıxsaqdan şikolat deyə gillə gələdi. Doğru mu? Onun üçün sizlə çətisləniz gerek. Əlbəttə abunə ol, like-laması qoşsanız gerek. Sağ olun dostlar. Ben gibi videolarla şikolatdan beri